Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun hech qanaqa montajlar bo'lmaydi va to'g'ridan to'g'ri video yozishga qaror qilyapman. Xullas biz doimgidek Social Blade saytidamiz va hozirgi ko'rsatib bermoqchi bo'lgan kanalimni daromadini sizlarga ko'rsataman. Xullas oxirgi oyda $1100 dan $18,000 gacha ushbu kanal daromad olayotgan ekan. Bu albatta taxminiy ko'rsatkichlar, ammo yo'nalishi qanaqa ekanligini bilganingizdan so'ng albatta bu haqiqatdan bo'lishi mumkin degan xayolga kelasiz. Demak, kanal 6-dekabr kuni 2025-yil ochilgan, ya'ni 1 oy bo'ldi desak ham bo'ladi. 1 oy ichida yaxshi rezultatlar bor. Kanal deyarli 100,000 obunachi to'plagan va umumiy hisobda 5 millionga yaqinlashib qolgan videolari. Qiziq tarafi atiga 8 ta 9 ta video qo'ygan xolos. Bu qanaqa nisha deysizmi? Mana ko'ringlar. Bunga ko'zinglar tushgan bo'lishi mumkin, ammo ko'rmaganlar bo'lsa yangilik bo'ladi. Qizig'i, bu yo'nalishi eng mukammal tarafi yoshi kattalar kuzatishi. Nimaga o'zi daromad katta bu yo'nalishda desanglar, prosta mana yechim yoshi kattalar kuzatadi, boshqa narsa yo'q va prosmotrlar juda ham katta o'rtoqlar. Mana oxirgisini 4 hafta oldin qo'ygan, ya'ni 1 oy bo'lyapti va natijalar mana bunaqa. Deyarli 100,000 obunachi 9 dona video bilan. 1 soat avval bitta video joylagan ekan, endi 1000 ta prosmotrga qarab ketyapti, ammo ertaga ko'rsanglar kamida 20-30 ming yoki 50 ming prosmotr olgan bo'lish ehtimoli yuqori. Kanal monetizatsiyaga ulangan, to'g'ridan to'g'ri ko'rishinglar mumkin. Mana hech qanaqa muammo yo'q kanalda, haqiqatda pul ishlashni boshlagan. To'liq statistikasiga o'tadigan bo'lsak, mana 2025-yil 6-dekabrda kanal ochilgan va 9 dona video bilan, umuman olganda 8 dona video bilan deyarli 5 million prosmotr yiqqan. Hozirgi paytda ko'pchilik mendan so'rayapti, qanaqa nishada ishlasam bo'ladi? O'zi bunda oxirgacha ishlasa, o'shanga yarasha daromad olib keladigan nishalar bormi? Charchab ketdim mana bunaqa siyqas chiqqan nishalardan deb albatta murojaat qilishyapti. Sizlarga zo'r, ajoyib bitta nishani ko'rsatyapman. Agar ma'qul kelsa, shu nishada albatta harakat qilib video tayyorlashga urinib ko'ringlar. Hozir hatto O'zbekiston tugul boshqa davlatlarda ham mana bunaqa yo'nalishlar aktual bo'lib boryapti va eng qizig'i, bu yo'nalish sun'iy intellekt orqali tayyorlangan. Daromad ko'rib turibsizlar. O'zimda mantiqan o'ylasak ham bunaqa nishalarda, ayniqsa ma'naviy ozuqa beradigan, yoshi kattalar kuzatadigan kanallardan o'zi zo'r daromad tushadi. Doimiy shunaqa bo'lgan. Xohlasanglar hozir bironta videosini tomosha qilamiz, o'zingizlar ko'rasizlar. Demak, mana bu videoni ko'ramiz. The response to that video was overwhelming, and I want. Xullas o'rtoqlar, real ko'rinishi mumkin, ammo bular hammasi sun'iy intellekt, hatto ovozidan tortib mana bu animatsiyagacha ichidagi hamma narsa sun'iy intellekt orqali qilingan va montaj orasida ozgina rol o'ynaydi xolos. Sariq dollarga e'tibor bermanglar, bu o'zi programmani xatosi. Pul to'laganingizdan keyin katta ehtimol buni yashil qilib qo'yadi. Hozircha to'liq ma'lumot ko'rsatmaydi. Faqatgina mana bunaqa dollar belgisini ko'rsatib turaveradi. Doimiy ravishda hamma kanalda shunaqa, MrBeast kanalida ham hatto. Shuning uchun bunga e'tibor bermanglar. Pastda yoshi kattalar kuzatishini kerak bo'lsa isbotlari ham bor mana. I am 55 years old deb ketyapti. Endi 55 nima bo'ladi inglizchada aytib o'tasizlar. I am 69 deyapti mana. Ko'rishinglar mumkin, yoshi kattalar kuzatadi hammasini. Bu yerda yana mana I am you 76 years. What the hell? 76 ga kirgan insonlar ham hatto YouTube'da ko'rib o'tirishibdi. 68 yoshli insonlar, hayron qolyapman. Biz 76 yoshimizda YouTube ko'rib o'tirishimizga to'g'risi ishongim kelmaydi. Bitta yomon tarafi bor, o'sha 76 yoshli insonlar mana bu videolarni haqiqiy deb o'ylashi mumkin, ammo asosiy mavzu bunda emas, hikoya aytib berayotgan insonda ham emas, asosiysi hikoyani o'zida. Bironta insonga manfaat bera olsangiz, bu hikoyalardan albatta yutug'ingiz o'sha. Buni kim aytib beryapti, umuman qizig'i yo'q meni fikrim bo'yicha. Xullas,
Shunaqa nishada ishlashni albatta tavsiya beraman. Kimga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib, menga aloqaga chiqsa, batafsil ma'lumot ham berishim mumkin. Ya'ni qanaqa AI lar bu yo'nalishda ishlatilinadi, kerak bo'lsa qancha chiqimi ketadi bunga va shunga o'xshagan har xil ma'lumotlar. Tez orada bu yo'nalish bo'yicha men umumiy darslik ham chiqaraman. Faqatgina yopiq kanalimga chiqaraman o'rtoqlar. Hech qanaqa YouTube kanaliga chiqarilmaydi bunaqa katta yo'nalishli darsliklar. Xo'p, demak, bu yo'nalishni mabodo qilmoqchi bo'lsanglar, yaxshigina chiqimiga ham tayyor turinglar. Sabab bu yerda animatsiya uchun bitta sun'iy intellekt, ovozlashtirish uchun bitta sun'iy intellekt ketyapti va generatsiya uchun, rasm generatsiyasi uchun bitta sun'iy intellekt ishlatilinadi va undanda ko'proq ham kamroq ham bo'lishi mumkin. Bu albatta taxminiy. Kimdir tekinga qila olaman bu narsalarni. Hozirgi paytda tekin sun'iy intellektlar ham rivojlanib ketgan deyishi mumkin, ammo men unga qo'shilmayman. Tekin baribir tekin bu darajada sifatli qilib bera olmaydi. Ming urinmang bu darajada qila olmaysiz. O'xshatishingiz mumkin, lekin qilish juda ham qiyin. Agar sifatli yondashaman, prosmotrlarim yaxshi bo'lsin, biznes sifatida qarayman desangiz, albatta pullik yaxshi AI larni sotib olib, dalish oxirigacha shunaqa kontent bilan ishlanglar. Lekin bunaqa kontent qilish uchun yo juda ham yaxshi ishlaydigan telefon bo'lish kerak yoki kompyuteringiz bo'lish kerak, qotmaydigan sun'iy intellektlar bilan yaxshi ishlaydigan. Xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar. Demak, sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shular edi. Yo'nalish qidirib yurganlar uchun qisqagina ma'lumot. Agarda ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, chuqurroq yondashishni xohlasangiz, Telegram kanalimga o'ting. Telegram kanalimning manzili qayerda ekanligini hozir sizlarga ko'rsataman o'rtoqlar. Aynan men ko'rsatgan joydan kirib turib qo'shilib olishinglar mumkin. Xullas, 10 kunda 10 million qaranglar. Kanalimni mana shu yuzasiga o'tasizlar. Bu yerda YouTube markazi degan havola berib qo'yganman. Shu havolani ustiga bosib turib, to'g'ridan to'g'ri Telegram kanalimizga kirib ketishinglar mumkin. Yoki umuman bizni har bitta videoyimizni opisaniyasida ham, tavsifida, ya'ni o'zimizni Telegram kanalimizni havolasini ham berib boraman. Undan tashqari shaxsiy lichkamni ham havolasi bo'ladi. Kirib qo'shilib, menga yozishib, murojaat qilishinglar mumkin. Shunaqa yo'nalishlarda darsliklar, umuman olganda kanal ochib berish xizmatlari kerak bo'lsa ham o'zimizga murojaat qilishinglar mumkin. Chiroyli qilib ishinglarni hal qilib beramiz. Kimda kim aynan shu nishada oxirigacha ishlayman desa, o'zim yordam berib turishga harakat qilaman. Yordam berganda ham qanaqa amaliy tomonlama emas, lekin nazariy tomonlama mamnun qilasan. 10 kunda 10 deb yordam berishga albatta harakat qilaman. Shunday ekan Telegram kanalimizga qo'shilib qo'yinglar. Xo'p, sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim menimcha shular edi va yana kerak bo'lsa qo'shimcha ma'lumotlar chiqib qolsa Telegram kanalimga tashab qo'yaman yoki video shaklida chiqaraman. Shunday ekan, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham yodingizdan chiqarmanglar. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar o'rtoqlar.